yer Shveysariyaning eng go'zal joylaridan biri bo'lgan Lauterbrunnen vodiysi. Bu joyni Sharsharalar vodiysi ham deb atashadi. Sababi bu yerda 72 ta sharshara mavjud bo'lib, ana shu 72 ta sharsharaning nomi hisobiga bu yerni Lauterbrunnen deb atashgan. Mana o'sha eng katta sharsharaning yoniga yetib keldik. Uning uzunligi 297 metr, ya'ni salkam 300 metr. Birga juda ko'p sayyohlar kelgan, mana dunyoning butun joylaridan suratga tushyapti, filmga olishyapti. Mana bu yerda sharsharadan kelgan suv bor ekan. Ko'pchilik shu suvdan ichar ekan. Mana bu tomonda yana bir kichikroq sharshara turibdi, ikkita. Mana bu yerda yana ikkita sharshara. Va ro'parada Alp tog'lari